kurtkaga tayyormisiz? 280 ming yo'q, 250 ming yo'q. Shunaqa issiqqina chiroyli Xitoy fabrichli kurtkalarimizni atiga 150 ming so'mdan xarid qilib ketsanglar bo'ladi. Eslatib o'taman qizlar, hozir g'alati kurtkalarni skidga qilishyapti. Internetda ko'rayotgan bo'lsanglar, bu undan emas. O'zingizlar ham bilasizlar, mana ko'rinishdan ham bilsanglar bo'ladi. Juda ham chiroyli kurtka, cho'ntaklari bor, mexlari o'zi bilan. Kiyganlar osilib g'alati bo'lib qoladigan variant emas-da, qizlar. Akkuratli turadi kiyganinglarda. Qimmat kurtka, lekin skidga qilib beryapmiz sizlar uchun. Rasvetkalari bor. Hozir men kichikroq razmer kiyimman shekilli, homilador bo'lganligim uchun o'tmayapti oldin. Bu razmerlari bor. M dan 3XL gacha razmerlari bor. Rasvetkalariga keladigan bo'lsa, shunaqa chiroyli bej rasvetkasi, qora rasvetkasi, fioletovisi, bordovisi, rasvetkalari ko'p. Hammasida mana shunaqa mexlari bor qizlar. Ichlari quyuqli, mana birkalardan ham bilsanglar bo'ladi. Xitoy toza, yaxshi sifatli kurtkalari. 150 ming so'mdan xohlasanglar kelib, xohlasanglar dastavka orqali olib ketsanglar bo'ladi. Narximiz yoqqan bo'lsa, videoga like bosib, chiroyli kommentariyalar qoldirsanglar, xursand bo'lamiz.